Hurmatli tomoshabinlar, semental ishqibozlar uchun ikki partiya semental hunojillarda obzor beramiz. Xudo xolasa videoni o'tkazdirmasdan oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Ikki partiya semental hunojillar bor. Xo'p, bu yerda 6 dona, bulardan kichikroq variantlardan bor 3 bosh. Kichiklarning ichida ikkita hunojil, bitta buqacha. Buqa qidirganlarga buqa ham bor. Semental, avstriyskiy sementallar hammasi. Biz video obzorlarni boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari. Kanalimiz obunachilari. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'mbog'ish Qo'ng'irot mahallasidan Zuhriddin ukamizni fermasiga kelganmiz. Chiroyli video obzor qilib, sizlarga semental hunojillarni ko'rsatib beramiz. Bugungi sanamiz 11-may haftaning dushanba kuni 2026-yil. Hunojillar ko'ringlarchi, yuzga yuzlardan ekan. Avstriyskiy semental qidirganlar videoni o'tkazmasdan ko'rib turaverasizlar mana. Chiroyli mashlarni ma'lumotlarni beramiz. Zuhriddin, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Soyibjon aka, yaxshi yetib oldingizmi aka? Qalaysiz, tuzimsiz? Rahmat, keldik, xudo xolasa. O'zingiz yaxshimisiz, tuzimsiz aka? Xudoga shukr. Yangi partiyalar kelibdi-yu. Mana aka, 5 bosh sementalimiz bor aka. Hop. Bir dona o sharalay hunojilimiz bor aka. 5 bosh semental, 1 bosh sharalay. Mana Hunojillar semental hunojillarimiz aka, avstriyskiy. yuzga yuzlar. Yuzga yuzlarda aka. Eski partiyalar nima bo'ldi? Eski partiyalar hammasi sotildi aka. Ketdim eski partiyalarga egalariga yetkazib berdik aka. Gap yo'q, Alloh rozi bo'lsin mana. Yangi partiyalar kelibdi. Ko'ringlar, narxi sifati yo'q bo'lsa, inshaalloh narxlarni yo'lida qilib beradi. Aloqaga chiqib savdolashib olaverasizlar. Telefon raqamlar ekranda bo'ladi. Hayda bu tomonga o'tkazaylik, bitta ko'rsataylikchi bularni. Bularning yosh oyliklari qanaqa ekan? Aka 8 oy, 9 oylik buzoqlar aka. 8-9 oylik buzoqlar. Hayda o'tkazdiravering. O'tkazdiramiz dastur. Birinchisi, Mana ikkinchisi aka. ikkinchisi, Uchinchisi. uchinchisi, to'rtinchisi mana sharalay hunojin. Beshinchisi. Haydanchi uni ham? Mashalloh, mana oltinchisi. Ko'ringlar, xudo xolasa o'ynab turgan joyda olaman deganlarga. Aka Novotrang deganiga. Novotrang deganiga Novotrang. Hop. Bamnaqangi baqbaqalari kelganlardan ham bor mana. Bular hammasi to'qol variant a? Hammasi to'qol variant aka. To'qol variant ekan. Bir donasini shox kesilgani bor ekan, bitta. Shoxni kuydirib qo'ygan aka. Tuyoqlari Stakan tuyoq emaslik aka. stakan tuyoq, o'sha bo'laman degan, o'sha tonnani ko'taraman degan stoykalar bor a, oyoqlar polvon varianti mana. Birortasi ingichka oyoq nimasi yo'q. Bari polvon aka mollarimiz. Gap yo'q. Bularda yeb-ich sog'liklari qalay ekan? Zo'r aka. Sinovdan o'tdimi? Aka, sinovdan o'tdi aka. O'zimiz baxtli mana bir ikki aka. Voy, mashiga o'zi juda polvon varianti ekan mana seni. Tutoylari ham, tutoylari ham 4 joyda ortchalari yo'q. O'tirsin. Aka, Mashalloh. Nima deymiz bularda? Narx-navolar yo'lda bo'ladimi? narx-navolar yo'lida aka. Dastlabkilar? Dastlabkilarimiz aka O'zbekiston bo'ylab. Dastlabkilar qilib beryapsiz, O'zbekiston bo'ylab. qilib beryapmiz aka. Dastlabkilar qilib berilyapti. Bir dona olganga ham Bir dona olganga qilib beramiz aka. bor dastlabkilar, a? Bor aka. Xo'p, narx-navolarni boshlayveramiz endi. Nech pul deymiz? Aka mana eng arzondan boshlayver aka. Ha, eng arzoni qaysi bular ichida? Aka mana sharalay hunojinimiz aka. Nech pul buni? Puli? Aka buni. Hop, bahosi 31 million so'm. 31 million so'm. Qani ashi tutagini ko'rsatib qo'yachi. Bitta ko'rsatib qo'yaman aka. Oho, juda uzun ha bu. Mana ularni ko'rsatib mana endi bir aka nima qildi aka? Mana. Oh, mana tutaylar. Ko'ringlar mana. Hammasi aka to'ralas 4 joyda aka. Hammasi. Bir oltitalik yo'q aka bular ichida. Sigir yo'nalishidagi, shu sut yo'nalishidagi Hunojillarimiz. hunojillar hammasi. Bularni onalarni ham bildingizmi? Yaxshi sut bergan, o'sha ishonchli mollardanmi? Enalar bor. 30 ta 35 ta sut berib turgan mollar aka. Gap yo'q. Zo'r. Mana Novot rangini, mana shu Novotni bitta ko'rsatib qo'ying, mana shuni tutaylik. Ko'pchilik shu Novot ranglarga ishqo'z bo'ladi. Mana shuni tutaylik, bitta ko'rsatib qo'ying. Xo'p, endi buni narxi, buni bahosi 31 million so'm. 31 million so'm. Endi qolganlarini aytamiz. Aka mana shu to'ralasi bor. O'tib ketsin, 31 millionlik o'tib ketaversin. Ketdi mana bu 31 million so'm ekan. Mana to'ralasi aka mana o'z to'ralasi bitta bo'lib qolibdi aka mana 1 2 3 to'ralasi. Aha. Novotrang to'ralasi. Aka 37 million so'mdan. 37 million so'mdan deysiz, Kami bor aka. kami bor. Bu savdolash uchun aytilib turgan baho ha bu. Ha. Savdolashilaveradi. Xo'p.
to'rttasini aytgan bo'lsak, qaysi qoldi endi? Aka ona nariga, chekkadagi. Mana bu qoldi, Aha. mana. Aka 39 million so'm. Kami bor. 39 million. Kami bor aka. Deysiz, kami bor. Kami bor aka mana ko'r. Qani? Endi Ko'riladi, bitta aka, hozir 37 ko'rsataveramiz million qo'ldan mana kelgancha. 37 million deganlari mana bular mana. Ko'ringlar. Narx sifat yo'q qolsa, aloqaga chiqaverasizlar. Birdan olganga ham dastlabkilari bor. Qani bunisini ham o'tkazaylikchi bu tomonga. Buni Baqalarni 39 ko'rsating aka. Baqalar mana. 39 million dedikmi buni? 39 million so'm aka. Kelishtirib qo'yamizmi ozgina? Siylaydigan joylari bo'lsa, siylab qo'yavering. Telefon qilaversin aka, o'zlariga yo'lda qilib beramiz aka. Agar hammasini bir joyga olib qo'yaman deganga, hammasini o'tib berasiz, O'tib beramiz aka. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa 3 bosh kichkina variantidan ham bor, ularni ham ko'rsatib beramiz. Xo'p, yeb ichishlarga kafolatini beryapsiz. Sinovdan o'tgan. Ha, behijolat aka, bir hafta yana yeb ichishlarga beramiz aka. Dastlabkilari bor. Telefon raqamini aytib qo'ying. 94lik 94lik 220 220 7100. 7100 raqamiga aloqaga chiqib yoqqanini savdo qilib olasizlar. Agar qaysi yoqsa hammasi o'sha sut yo'nalishidagi bo'laman degan variantlardan ekan. Biz mana chiroylab sizlarga ko'rsatib beryapmiz. Qo'ldan kelgancha kamchilik xatolari bo'lsa uzr so'raymiz. Qani ketdik, bulardan kichkina variantlarni ham ko'rsatib qo'ydik. Xo'p, endi bu yerda eng arzoni 31 million, eng qimmati 39 million. 39 million. Qolgani shuni orasida kelishilaveradi. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Ketdik, kichkina variantini ham ko'rsatamiz. Xo'p, mana puli yengilroq, yosh oyligi kichikroqini olaman deganlarga 4-5 oylik atrofidagi semental uzoqlar bular mana. Bular o'sha sutdan chiqib o'tga o'tib, o't yem tanlamas holatga kelgan bular. Shunday aka, yeb ishlari zo'r ekan. Yeb ichish sog'liklariga kafolati bor bularda ham. Bir boshi buqacha ekan. Mana shu buqa aka mana. Mana shu buqa ekan mana, bir boshi buqa ekan, ikkitasi xunojin ekan. Chiroyli ko'rsatib beraveraman, sizlar ko'rib bahosini beraverasizlar. Orqalari keng, oyoqlari tikka oyoqdan qo'lbon varianti ekan. Dumba soladigan varianti ekan mana. O'sha oq tumshuq, oq kiprik degan variantlarda. Bularning baholari nech pul endi? Aka, hunojinlarimiz 31,5 million so'mdan. 31 million 500 dan. Deysiz? Yana xayri bor aka. Siylab qo'yaylik shu ikkala hunojinda. Aka 31 million so'mdan ketdi aka. 31 milliondan deysiz, yana so'rab oladi. Yana so'rab ol aka, hamni qilib beramiz aka. Gap yo'q. Buqaga nima deymiz? Buqamiz aka 24,5 million so'm. 24 million 500. Buni siylamaymizmi? O'z chiroyli narx aytdik aka mana. Yaxshi bo'ldimi? Zo'r narx bo'ldi aka. 24 million 500. 31 million so'mdan aka. 31 Yana kami million bor so'm. bularda aka. Dastlabkilari O'zbekiston bo'ylab bor aka. bittasini olaman deganga ham bu ikkalasini ajratib olamansa narxi o'zgaradimi yo bir xil ketaveradi? O'zgaradi aka. Qancha farqi bor ikkalasini? Endi telefon qilishaversa aka keling. Ozgina ko'p emasmi? Ko'p bas aka. Ko'ringlar, xudo xolasa yoqqanini savdo qilib olaverasizlar akalar. Biz video obzorlarni qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib berishga harakat qildik. Kamchilik xatolar uchun uzr so'raymiz. Bitta like bosib, videoni chetgacha ko'rgan akalar bitta like bosib ketish esdan chiqmasin. Like ham hamma ham bosmayapti-da, ko'rida kir yo'q. Shu nima deydi? Odamlarga yaxshilik ulashadigan akalar, ukalar bosyapti. Like bosib ketish esdan chiqmasin. Obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Zuhriddin kelaversinmi yo'lda? Kelaversin aka, yo'lida qilib beramiz obunachilarimizga aka, xudo xolasa. Gap yo'q, kelaverasizlar. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'lbosh Qo'ng'irot qishlog'idan bo'ldi video obzor. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Sog' salomat bo'lasizlar.